YouTube'dagilar havas qilganlar bittadan like bosib kelinglar. Biz ham havas qildik. Sherzod akam bog'ida mana davom etyapti uzumlar. Bugun ikkinchi kun. O'rtoqlar shoptolni qaranglar. Allohning mo'jizasi. Bu shoptolni qarang. Shunaqa ham hosil oladi bu shoptol. Bugun 24-may. O'rtoqlar shoptolni muhtaqisi vaqtida. Hamma tuti shunaqa. Hozir bitta aytayaptiki, buni deydi 3 marta toqalaganman yana deyapti. Qarang, Xudo beraman desa, oshiqchasi bilan beradi, o'zingiz olib tashlaysiz. Mun qarang, maqlari ham bir xilda yetkizgan. Eng qizig'i o'rtoqlar 40 ming so'm 1 kilosi. Shaftolining narxi bu degani 3,5 dollarmi? Nechi dollar? 40 ming so'm. Patagonia sorti. Daraxtni yoshligiga e'tibor beringlar. Bu daraxt mana kichkintoygina daraxt mana. Bu qo'limni mana shunday qilsangiz yetadi mana. Kichkintoygina daraxt. Bundan yana uzishdi 40 mingdan uzilyapti. Bir yil 2 yoshligida bordir 10 kilo. 400 ming so'm bir tutup 1 gektarga 2100 tut daraxt ekkan ekan. Shaftolidan boq qilayotganlar e'tiborli bo'linglar. Mana yaxshi navlarni sizlarga ilinyapman. Menimcha hech kim bunaqa qilib videoni ochib tashlab ko'rsatib, navagacha aytmaydi. Patagonia sorti o'rtoqlar. Hosilni qaranglar. Uzuvchi opa aytayaptiki, men bunaqa shaftoli ko'rmaganman. Aksiz ko'rinadi-ya, deyodi. Mashinada ko'rgan ekanda, zinashit aksini, bu qaranglar shaftolni. O'rtoqlar, Patagonia sorti, oma aldanib qolmanglar, chunki burni bor, shunaqa shaftoli bor, Patagonia deb ham sotishyapti. Bugun 5-guvoh bo'ldik, shaftolni kelib ko'rib ketishyapti. Ishonchli ko'chatlarni sotib olish uchun 90lik 560 50 34 aloqaga chiqinglar, qolaversa kilon payvand takka ham payvand qilib beramiz Garnemga. Salomat bo'linglar.